Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Baraka TV kanali obunachilari. 3,5 ming, 4 ming dollar pul bilan O'zbekistonda qanday biznes boshlasa bo'ladi? Buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli vatandoshlar, Ma'lum akamizdan iltimos qildik. Xo'p, Ma'lum aka, sizga ikkita savollarimiz bor aka. Bu yerga nechta narsa olingan? Bir boshdan sanab bering. Katta asosiy narsalar. Asosiy narsalardan frezer, Hop, gazvodani apparati, gazota apparat, frezer. marazinli bitta zaril bo'ladi degan. Marazinli ikkita. Ha. Frezer apparatni nech pulga olgansiz aka? Buni 2400 dollarga olganmiz. Gazvota apparatimiz bitta 1000 dollar atrofida bo'lgan. Холодильник marazinli nimamiz 500 dollar bo'lgan. Hop, 2400 dollar frezer, gazota apparatimiz 500 dollardan 1000 dollargacha akamiz 1000 dollarligini qildirgan. Kimdir sharoitiga qarab qildirsangiz bo'ladi. 2400 1000 dollar, 3400 bo'lyapti. Frezer, marazinli apparatda 200 dollar, 100 dollarligi ham bor, 300 dollarligi ham bor. Sharoitiga qarab, o'sha 4000 dollar bilan bu biznes qilsa bo'ladi aka. Bo'ladi. Bu yerda sizga asosiy bitta yo'lni bo'yidan joy kerak. Shu narsalar kerak. Aka, kuniga necha litr sement sotyapsiz? Siment hozircha 30 kilo sotyapmiz. 30 kilo sement sotyapsiz. 1 kilo sementdan o'rtacha nechta foyda qoladi? O simentdan qolayotgan foydamiz hammasini aytolmaymiz. Har qalay 70 ga 30 qolsa bo'ladi. 70 ga 30 qoladi. Taxminan bir kunda nechta daromad qilsa bo'ladi? Frezer dozida. Frezer dozidan. Har xil daromad 5-600 ming. Kuniga 500 ming so'm frezer dozidan daromad qilsa bo'ladi. Kam kunlarni ham hisoblaylik. Kuniga 400 ming so'mdan daromad qilsa bo'ladi. Hop, gazota apparatdan-chi kuniga necha litr suv sotasiz? Undan agar gazvodan zo'r qilib yo'lga qo'ysa, mehr bilan hamma yo'g'ini zo'r qilib qilsa, gazvotada ish zo'r. Katta pul topsa bo'ladi. Sezon ichida oyiga nechta daromad qilsa bo'ladi o'rtacha? Endi balandini ham aytmaylik, pastini ham aytmaylik, o'rtachasini aytaylik. Gazvotada ham 500 ming topsa bo'ladi. Kuniga 500 ming gazvotada, kuniga 500 ming frezerdan. Bir kunda 1 million so'm daromad qilsangiz bo'ladi. Kam bitta quyib ko'rsatib bering endi. Mana hurmatli obunachilar, gazeta quyilish jarayoni. Qaysidan qo'ygan? Orasidan qo'yingchi. Tushamiz. Tayyor. Nech pul bu katta stakan? 2000 so'm. Kichkinasi 1000 so'm. Baglashgan 5. Hurmatli obunachilar, mana bu stakanimiz 1000 so'm, kattasi 2000 so'm. Xo'p, gazeta apparatni tayyor bo'lgan holati. Hurmatli obunachilar, gazeta apparatimiz mana tashqarida ikkita bochkasi bo'lar ekan. Menimcha bu oddiy suvni solasiz, gazli beradi. Mana shu narsalar bilan hamma yo'q bilan 1000 dollarga tushgan apparat. Hurmatli obunachilar, frezer, Firgamat, Xitoy bilan sanmesli bo'ladi. 2400 dollarga olingan. Hop, opga yaqinroqdan ko'rsat. Bu yerda ikkita idishi bo'ladi, vali bo'ladi. Bu ikki idishiga sement quyiladi. Shunda oddiy sement quyasiz. Marojna bo'lib chiqadi. Hop, quyib ko'rsatib beraman o'zim. Marojnani noni opga yaqinroq. Mana, marojna quyilishi jarayoni. O'zingizga qarab katta kichik quysangiz bo'laveradi mana shu. Mana shu marojna 5000 so'm. 100 grammi 4200 so'mga to'g'ri kelyapti. Nonini nech puldan olasizlar, Doniyorbek? Korobka 80 ming, ichida nechta bo'ladi? 100 dona bo'lar ekan, hurmatli obunachilar. Doniyorbek, 1 kilosi nech pul? Marojna. Marojnamiz 1 kilosi 42 ming so'm. 5000 ga 100 gram qo'yib beraman. Keyin idishlarni ko'rsatib qo'y, katta non, kichkina non, vaffellar. Bunga akajon 5000 dan qo'yamiz. 5000 gacha sig'adi. 5000 gacha sig'adi. Bundan 20 mingdan 35 minggacha sig'adi Hop. akajon. Bundan 10 mingdan 20 minggacha qo'yib beraveramiz. Mana nonlarimiz 5 mingdan solib beramiz. Vafli non 5000 so'm. Bitta quyib ko'rsatib berasiz-ku. Yaqinroqdan olib ko'rsat.
Молодец. Hurmatli obunachilar, bu biznes qilish uchun yo'lni bo'yidan joiz bo'lishi kerak. Xohlang arendaga oling joyga, o'zingizniki bo'lsa yana yaxshi. Arendaga olsangiz arzonroq qolishingiz kerak. Mana oddiy bitta budka. Xohlang kattaroq budka qiling, xohlang kichikroq qiling. Bu yerda joy katta qilingan, kichkina qilsangiz ham bo'ladi. Oldiga 2 kampli stol, manaqa zontilar qo'yib qo'ysangiz yana ham biznesingiz rivojlanadi. Bu sezonli 6 oyda. Sezonda ish qilaverasiz. Qish kunlarida kofe, fast foodlar qo'shimcha qilsangiz bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha video qildik. Kanalimizga like, podpiskalar bosib, poddeşga qilib turasizlar. Bu biznes kim uchun? 3,5 ming, 4 ming dollar bilan shu biznes qilsangiz bo'ladi. 6 oylik sezonda kuniga 1 million so'm daromad qilishyapti. Kimga video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga like, podpiskalar bosib, poddeşga qilib turinglar.